Assalomu alaykum Baraka TV kanali obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari 2025-yil 11-may Andijon mashina bozoridan Damas syomkalarini boshladik. Like podpiskalarni bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, yana keyingi Damasimiz Dehqonda 2024 aka. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz 13 diska balonlar qo'yilgan. Holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mashinamiz ashibga bo'lgan, chexol polik qilingan. Probeg 42700 kilometr yuribdi. Orqa spinkalari, sidinalari hamma yo'g'ini berar ekan. Damkirat kulchigacha berar ekan akamiz. Kraska tozami aka? Qaysi orqa? Chapalak. Do'stlar, mana shu kapalarimizda kraska bor ekan. Qolgan joyi top-toza ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka. Naqd pul borga necha pulga beramiz endi? Arzonroq qilib ayting endi biz kanalimiz obunachilariga. Do'stlar 7000 dollar kami bor deyilyapti ekan. Necha pul endi bo'lishini aytalamizmi shu? Bo'lishini ayting tezroq. 6700 ga beraveramiz aka. Do'stlar 6700 ga beraveramiz. Generalni chiqam chiqmaydi. Yo'q, general chiqmaydi. O'tkazib olsin, O'tkazib olsin. muammo bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri aka. Boshdan qanaqa muammolar bor? Motor, Muammosi moskalovka, eshitmasda muammosi yo'q aka. shoper kerak xolos. Shoper kerak xolos. Hurmatli obunachilar, 6700 ga arzonidan 24 so'raganlar. 13 balon gaz, chexol, poli, tayyor mashina. Navbatdagi mashinamiz 2025-yil. Balonlari 12 radno balon. Hurmatli obunachilar, ichidan ko'rinish holatlari poli qilingan. Probeg 2400. Bu yaxshi boshqa akalarimizdan metan gazlari bor. Magazin ochib qo'yishdi, chiroyli qilib sotilar ekan, qalbaqlar hamma yo'g'i bor ekan. Aptechkalarigacha, agnishitirlarigacha qo'yib qo'yishdi. Do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Hoji akam 10 kun, 15 kun o'tib ketsa ham beraveradi. Telefon nomeri 93 250 74 12 raqamlariga bemalol telefon qilaverasiz. Abdulla aka, bizni Baraka TV kanalidan kelgan obunachilarga bonuslar qilib berasizlar. Nima bonus qilib berasiz? Bitta xalqdan kelgan bonusini o'zimiz qilib beramiz, xudo xohlasa. obunachilar bemalol telefon qilaverasizlar. Nomeringizni ham ayting. 94 587 0404. Do'stlar, shu raqamga telefon qilaverasizlar. Abdulla aka bo'lsa sog' bo'lsin. Mana 7-8 Damas. Hurmatli obunachilar, Dehqonda yana 2025-yilda ishlab chiqarilgan gazi qo'yilgan 0 nomerlari 004 degan raqam ekan. Mashinani balonlar radnoy. Xullas mashinamiz hamma yo'g'i radnoy, a'lo holatda uyda turgan mashina ekan. Dehqondan so'raganlar uchun. Boshdan holatlari. Dehqon aka, buni naqd pulga necha pulga beramiz endi? 77 dam bor aka. Rossiyada akalarimiz o'tib ham beramiz, bosoringlar gazni. Yaxshi gap, biz boshqatdan. Like podpiskalar bossinmi? Aka like pastga bosyorsiz. Aka siz davom etasiz, 7 shuni beraman aka, ishtiriga. Bo'ldi. Akalar, qaranglar, bitta narsa. Musofirda yurgan akalar, asosan bu video sizlar uchun bo'lyapti. Yevropa, chet elda yurganlar, mehnatimizga like podpiskalar bosib qo'yinglar. Dehqondan istab topib olyapmiz. Mashina salonda olsangiz 7800 dollarga chiqadi nomingizga. Unga gaz qo'yasiz 8100 ga boradi. Bu mashinamiz naqd puli borga 25 nolobga 7500 dollarga akamiz beraman deyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Salon narxidan 300 dollar arzon plus gazi bilan. Aka, telefon nomeri. Telefon nomeri. 77lik 054 1193. Telefon qilaverasizlar aka. Generalniy daveri chiqadi yil orasida. Hurmatli obunachilar, 2022-yilda so'ragan obunachilarimiz uchun 12 yumshoq balon. Ichidan ko'rinish holatlari. Probegi 56000. Pultlari bor. Polik.
Chexoli bor ekan. Chexol ustidan salafan kiydirib qo'yish. Kraskamiz tozami aka? Kraskalar top-toza. Boshlab burish akamizdan bemalol telefon qilaverasizlar. Ishonchli o'zimiz akalar. Dokumentdan umuman muammo bo'lmaydi bunlarda. Kuydi degan narsalar bo'lmaydi. Qanchaga o'tib oladi? Aka, narx puli borganda hech pulga beramiz endi buni. 6,5 dan o'tib beramiz. 6,5 ming kami bor. Telefon nomeri 91lik 481 1707. generalni ham beraveramiz. A generalni ham chiqaradi. Hurmatli obunachilar, akamizda Damas ko'p. Sotiladigan mashina bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Mashina kelaversa ham bemalol telefon qilaverasizlar. Damas bo'yicha liboy muammolarni hal qilaveradi, xudo xohlasa. Variantga ham beraverar ekan. Degani bo'lsa kelsin meni olib. Bo'ldi mana. Eng arzon Damas. Degani bilan gaplashmayman. Haydo. Necha yili buni aka? 24-25. Akalar meni torpedasini olib qo'ysam bo'ldi. O'tiravering. Uzroma bersa qo'ydi. Do'stlar, texpasportimiz 2024. 24da oxirida chiqqanligi uchun kuzovlarimiz 25. 2024 25 deyiladi. Probegi 38 ming. Probeglarimiz 38 ming. Kraskamiz. Onu chig'ildiradigan qimmatidan qo'yib qo'yibdi aka. Metandi ham haligi Otabek Umarovniki bor ekan, ashlaqa zo'ridan. Otabek Umarovniki mana shaffof degan edi. Aka, hali arzoni so'raganlar menga kelsin deyapsiz. Bu narxini eshitib bilasiz bu Damasingizni. Necha pul qo'yyapti xalqingiz mana shu olib yurgan bo'lsa, ayting. 7800, 8000 deyishaveryaptimi aka? Men 7600 deyatdim bozorga. Sizni kanalingizga 7400 kami bor aka. Kami bor, bo'ladigan emas aka. $7400 kami bor deyapti. Generalni ham berib olaveramizmi? Generalni ham beraveramiz, oldi sotdi ham oddiy davenisi ham. Har kuni bir kun oralatib davenis qilib ber desa ham chiqib qo'l qo'yib berilaveradi. Molimi sotib qo'yimi sotib pul beraman 5-10 kun desa kutib turaveramiz. 5-10 kun emas, 5-6 oyda gapirsin menga aka. 2000, 1,5 ming puli borlari bor. 1 yildan keyin olaman deganlari. Hozir olib 1 yildan keyin pul beraveradi aka. Nima u odamlar binmas kerak mashina aka? Ana. Ish kerak bo'ldi. Faqat telefon qilish kerak bo'ldi. Aytib oling nomeringizni. 93lik. 994 Yaqin ol. 2317 aka. 994 2317 aka. Do'stlar, bemalol akamizga murojaat qilaverasizlar. Xullas, mashina olaman desangiz bo'ldi. Pulingiz bormi, yo'qmi? Oxirigacha. Eski mashinalari bo'lsa ham almashtiraveraman aka. Mol qo'yga ham alishtiraveraman. Qimmat urushadigan zotlar xo'razlar bo'lsa ham olaveraman aka. Mana bo'ldi. Konteynerlar ham olaveraman aka. Oqshi bo'lsa bo'ldi ekan-da aka. Minaman desa bo'ldi ekan. Leboyga sotamiz aka mana. Uyda oqi ham bor aka bitta. Yurmagan 25 tana. Akamizga bemalol telefon qilaverasizlar. Eski mashina olaman Libo deganlar. holatiga kelishaveraman. Ana, kelsa bo'ldi aka. Qolgan joy tozam. Do'stlar, navbatdagi mashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. G'ir dehqondan so'raganlar uchun. Kraska shu kapalarmi eshikda ham bormi? Mana shu eshikdagi kraskasi bor ekan do'stlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Ketdim mana. Gapiring hoji aka. Motorda rasxoti bor. Aytavering. To'ppa-to'g'ri, motorda rasxoti bor. Mo'z yaxshi. Mo'z korobka zo'r. Mo'zkorga yaxshi. Motor rasxotlar egasi shu egasi Hech pulga bermayapti endi. 4000 pokshaga berilmayapti. Mana, mashina burish akalar $4000 qilyapti ekan, berilmayapti. Mashina polni shuncha bo'lgan. Mashina go'zal holatda. Berilsa pokish kerak topasa keladi. 100 Xullas akamiz ham to'g'ri aytyapti. Motorda ozgina rasxoti bor ekan, $100, $200 bilan motor bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. 50 yil aka nazorat. Nechilik? Boshchi. 50 yil. Ha, 50 deyapsizmi? 50 deyapti. Yo'q, 50 yil. Do'stlar, 50 883 33 55. naqd pul bo'lgan hech pulga beramiz. Beramiz 4000 ga berilmayapti. 4000 ga bermayman. Qayerda mashinasi o'zi? Aka qayerdansizlar? Yo'qishloqdan. Yorqishloqda mashinasi.
Generalni berasizmi, bermaysizmi? Chiqadi, hamma dokument chiqadi. Do'stlar, hamma dokument chiqarar ekan, bemalol telefon qilaverasizlar. 2016 4000 ga berilmayapti. Chiq qo'ysanglar beriladi. 2 oy to'langan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, tayyor banki bor so'raganlar uchun. Mashinamizni mana shu oldi eshikda tayyorcha kraskasi bor ekan, qolgan joyi chaqa-chuqalari bor ekan. Udari yo'q, svarka ulangan joyi yo'q ekan do'stlar. Mashinani ichidan ko'rinish holati. Mashinani yonboshdan ko'rinish holatlari. Mana arzonidan so'raganlar uchun. Do'stlar, 2 yilga olingan. To'xtab turing. Mana endi Boz korobka motor ideal holatda. Ustasiga ko'rsatib olaveradi. Bitta rasoti bo'lsa bizni bo'ynimiz. bank sankini ham gapirib qo'y. Banki 40 million krediti bor, 2 oyliga to'langan, 1100 bersa ichida o'tib beramiz. Do'stlar, 1100 dan ham o'tib bersa, deylik 900 dollarga bersa zo'r, ha. Arendachida yurgan akalar uchun 900 dollar pul topsangiz, qolganini oyma topgan pulingizdan bankini to'layverasiz. Arenda to'ladim deb ko'rasiz. Hamma dokument chiqaradi. Liboy dokument chiqaveradi. Liboy dokument chiqaradi, behijolat. Telefon nomeri. 50 883 33 55. Obunachilar bemalol telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz 12 radno balonda. Ichidan ko'rinish holati. Probegimiz 3.5. 555 ming qancha yuribdi do'stlar. Aka, motor mos korobkalari qanaqa? Motor mos korobka yaxshi 70-80 orasigacha ovoz bor deyilyapti. Metan gazlar bor. Hollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mashina vodiydagi do'stlar. Xorazm, Buxoro bo'lsa, tagida zangi bo'ladi bu do'stlar. Shunisiga qarab olaverasizlar. Mana. Hoji aka, buni naqd puli borga nechi pulga beramiz? 3,5 olib beramiz. 3,5 kami bor. 3000 ga berib olamiz. Ya 3 yo naqd. 31 ga. 32 qilib beramiz. 31 ga. 31 bo'lsa beramiz. Telefon nomeri 91 475 08 21. 0821. Bo'ldi, hoji aka. O'z bozoringiz bersa, hurmatli obunachilar, shu bilan Damasdagi syomkalarimizni to'xtatamiz. Endi yengil mashinalarga o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi kuninglar barakali bo'lsin. Like, podpiskalar bosib tashlaylar. Tekin joyida. Voy, gapirib qo'y aka. Like, podpiskalar bosinglar akalar. Mana shu akamizning mehnatini qadrlaylar aka. Mana shu issiq demay yuribdi aka. Bosinglar podpiskalarni akalar. Sizlar uchun mana arzondan ko'rsatib beryapti akamiz. Mana mosni ham mana mash mashinalarimiz optimiga qo'yib yuboring aka mana. Mana shu oxirgisiga mana bosib qo'ying aka mana shunga. Ekko ajdanasiga ham beraveramiz aka. Buni 2001-yil aka. 2001-yil ishlarni ko'rsatib. Ma'lumot aka, hamma yo'g'i zo'r. Motor 4,5 millionga noldan qilingan aka. Motor mos korobka ходовой vashitini go'zal. Suvaylari butun aka. Suvay butun aka, kraskasi u yoqda bor. Polniy emas aka. Aytib qo'ying nomerlar. 88lik 440 77 97 aka. 24 soat bemalol behijolat telefon qilaveradi. Aloqadamiz aka. Damasam olaverasiz. Olaveramiz aka. Damasi borlar bemalol aloqaga chiqinglar. Kelishilgan holda bartel bo'lsa bartel kelishamiz akalar. Xullas obunachilar, akamiz mashina purish, bemalol telefon qilasizlar. Uyingizdan borib, savdo qilib mashinangizni olib ketaveradi. Vodiy bo'ylab xizmat bor xullas. Yana xohlasanglar, yangi olsanglar, podarka ham qilib beraveradi, yozuvchisi qilib. Bemalol telefon qilaverasizlar.